So'nggi paytlarda ko'p qavatli uylarda yashovchi shahar aholisi uchun tungi shovqin va tinchlikning yo'qligi asosiy muammolardan biriga aylandi. Mening tunda tinchim buzildi degan fuqarolar hududiy kvartal rahbarlari va uchastka inspektorlariga murojaat qilishmoqda. Ganifa Junusova ham bu muammoning mavjudligini tasdiqladi. U 14 yildan buyon Kermetov hududiy boshqarmasiga qarashli 9-kvartalning boshlig'i bo'lib ishlaydi. Shu vaqt davomida u turli vaziyatlarga guvoh bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi paytlarda tinchlikni buzish holatlari ko'p bo'lib, aholi kechalari uxlay olmayapti. Anar bo'yicha bir 9000 dek xalq bor 2 kvartalimizda. Chunki shu mizam qabul olgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi deymiz. Sebebi hozir ellarda har turli bo'ladi ekan. Ko'pincha bizda hozir shunday tunkizuvchilar, kvartirantlar o'zlari egasi bir kvartiraga qo'yib qo'ysa, dag'i ular o'zlari kvartirant qo'yib oladi. Ana shunday yozuvchilar bo'layotadi. Tuni 12-1gacha bunday domdordan aylanasida keladi. Shunda ishlar ko'p bo'ladi, ko'p arzlanishadi bizgacha. Ana o'shani biz mana ideyendin xizmatkari Nurbek degan yigitimiz, uchastkovoyim Talg'at degan bola bor, inspektor. Shular bilan birgalikda ishlab, o'sha bularga o'zlarincha akt yozamiz, eskortib beramiz. Shunday bardig'ini tinchlik yo'li bilan harakat qilyapmiz. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, tinchlikni buzish bo'yicha fuqarolardan qo'ng'iroqlar tushgan bilan ularga jarima solishga qonun yo'l bermaydi. Chalg'uchot жергиликтүү аймактык тескөчүлөрдү жөнөтөбүз, жергиликтүү эл менен барып туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Шаардык ички иштер башкармалыгы, деги эле милиция кызматкерлери буга чейинки учурда иштеп жаткан мыйзамдын талаптарына ылайык кайсы бир мекемелерге, кафе, ресторандарга өз алдынча жазаны салуу укугу жок. Aslida sanitariya epidemiologiya xizmati tungi tinchlikni buzganlik uchun monitoring qilish va jarima solish uchun mas'ul organ hisoblanadi. Biroq o'tgan yili O'sh shahrida birorta ham uy egasi bunday qoidabuzarliklar uchun jarimaga tortilmagan. Атайын каралган фото фиксациялар болуш керек, доказательство болуш керек, видео, ошонун негизинде биз барып атайын шумомер деген приборубуз бар, жабдуулообуз. Ошо менен негизи барып текшеребиз. Ошон текшерген негизинде, если ошо какой-то децибелден превышать этсе шумомер, ошо өлчөгөн шумомер боюнча, ошондо биз чара колдонобуз. Эми былтыркы жылдын эсебинен 2025-жылды 4-5 марта ички иштер милициялары менен кошо рейдтер жүрүлдү. Ал убакта былтыркы жылдын эмесинде болбоду. Ал эми 2025-жылдын февраль айында Азизбек ата чайханасында атайын эме рейдтер жүргүзүлүп 28 000 айып pul salındı. Endi baland musiqa ta'mirlash ishlari yoki tungi shovqin shunchaki shikoyat bo'lmaydi, balki qonun bilan tartibga solinadi. Yangi tuzatishlarga ko'ra, hududiy kvartal rahbarlari tinchlikni buzish faktlari bo'yicha mustaqil ravishda dalolatnomalar tuzishlari mumkin bo'ladi. Ushbu hujjatlar tegishli organlarga yuborilib, ular shu asosda jarima solishni ko'rib chiqadi. Eslatib o'tamiz, tinchlikni buzish kechki soat 22 dan tongi soat 8:00 gacha qoidabuzarliklar hisoblanadi. Agar bu vaqt ichida shovqin bo'lsa, fotosuratlar, videolar va boshqa texnik yozuvlar dalil sifatida qabul qilinadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ushbu tuzatishlar fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va tungi tinchlikni saqlashga qaratilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, qonunga kiritilgan tuzatishlar faqat prezident imzolagandan keyingina kuchga kiradi. Umida Mirzabayeva, Asobek Tag'aybekov, Ibrahim To'labayev, O'sh.